Diqqat! Ushbu video meniki emas, bu chet el youtuberniki. Men shunchaki buni tarjima qildim. Men kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasman. Shuning uchun kommentariyaga negativ yozmang. Ey, salom, men Verityman. Tinchlan, men shu yerdaman. Sen mening eng yaqin do'stimsan. Men yotib uxlamoqchiman. Menga ham krovat yasab ber. Verity? Yo'q! Men yangi dunyo ochdim va bu yerda allaqachon bir narsa bor. Yordam bering. Nima? Meni bu yerdan chiqaring, bu yer juda qorong'u. Nima bu qutida nima bor? Hozir seni qutqarishga harakat qilaman. Ozgina kutib tur. Mana u nima bo'ldi? Ay. Salom, men Verityman. Men sening eng yaqin do'stingman. Men hamma narsani qila olaman. Verity seni qutining ichida limon deb o'ylagan. Ey, seni eshityapman. Uzr. Xo'sh, sen hamma narsani bilaman deb o'ylaysanmi? To'g'ri. Xo'sh. Aytchi, 7842 ni 14 ga ko'paytirsa qancha bo'ladi? 309.788. Nima? Hammasi joyida deb o'ylayman, mayli. Haqiqatdan ham hamma ma'lumotga ega ekansan. Aytchi, Meksikaning poytaxti qayerda? Meksika shahri. Ha, to'g'ri, lekin bu oson savol edi. Menda juda ham qiyin savol bor. Verity, inventarimdagi ikkinchi slotda nima bor? Hech narsa, hozirgina dunyoga kirding. To'g'ri. Men seni endi o'zim bilan olib ketaman. Sen hamma ma'lumotlarni bilar ekansan. Xo'p bo'ladi. Nima? Sen harakatlana olasanmi? Sen bilan biz zo'r do'stlar bo'lamiz, deb o'ylayman, Verity. Xo'sh, bolalar, birinchi uyimizni qurish vaqti keldi. Yoki hech bo'lmaganda uy qurishga urinishimiz kerak. Shuning uchun menga birinchi navbatda daraxt kerak. Crafting table uchun. Xo'sh, Verity, menga nima demoqchisan? Men sening inventaringdaman va hamma joydaman. Xo'p, yaxshi. Ana endi men qurilish uchun daraxt yig'ib olaman. Seni shu yerda qoldiraman, Verity. Yaxshi, menda yetarlicha daraxtlar bor. Ana endi asosiylardan boshlashim kerak. Xo'sh, bu yerda crafting tabledan biz kirka yasaymiz va yaxshiroq aslahalar yasash uchun men tosh olib kelaman. Yaxshi, menda ozgina tosh bor. Ana endi tosh kirka bilan tosh bolta yasaymiz. Ajoyib, bu uy qurishim uchun juda ham yaxshi joy deb o'ylayman. Va ustunlarni mana bu yerga qo'yaman. Mana bu yerga ozgina daraxtlar va mana bu yerga ham ustunlar qurib, mana uyim pashti bitib qoldi. Menga yoqayapti. Bu yerga ko'proq yog'och qo'yaman. Juda chiroyli chiqmoqda, davom et. Qani olg'a. Rahmat, Verity. Yaxshi, ajoyib. Ana endi polini toshdan qilsak bo'ldi. Tosh olib kelish uchun biz g'or qidirishimiz kerak. Chunki u xavfsizroq deb o'ylayman. Shu sababdan men minerallar ham yig'ib olishim mumkin. Verity, sen bilan sarguzashtga chiqamiz, ozgincha ovqat ham topib olamiz. Menga bir fikr keldi. Verity, aytchi, menga eng yaqin g'or qayerda? To'g'ridan-to'g'ri sening oldingda. Nima? Yo'q, xudoyim. Ko'zim ko'r ekan. Rahmat, Verity. Arzimaydi. Xo'sh, endi muammo shundaki, bu g'or juda qorong'u ekan. Menga shuning uchun yorug'lik kerak. Menda bir fikr bor. Eshit, Verity, bu g'or juda qorong'u ekan. Men ichidagi narsalarni ko'rishim kerak. Menga mash'ala ber. Men hamma narsani bilaman, lekin hamma narsaga ham ega emasman. Unda sen foydasizsan. Unday deb o'ylamayman. Lekin men o'ylayman. Verity, hech bo'lmasa buni qanday ko'rishimni ayt. Tagingda ko'mir bor. Senga ishonmayman. Verity, nima? Men bu yerga kelganimda hech narsa ko'rmagandim, lekin senga rahmat. Okey. Xo'sh, endi mana bu ko'mir bilan men o'zimga bir nechta mash'ala yasab olaman. Ana endi men yaxshiroq ko'ra olaman. Shuning uchun ketdik, Verity, biz yuramiz. Xo'sh, menda boshqa fikr bor. Umid qilamanki, o'xshaydi. Eshit, Verity, men temirni qayerdan topsam bo'ladi? Seni oldingda 23 blok masofada. Nima? Senga ishonmayman. 23 blok. Rostdanmi? Yo'q. Rostdan ham temir bormi?
Rahmat Verity, sen eng zo'risan. Ehtiyot bo'l, xavf yaqinlashmoqda. Nima deyapsan, Verity? O, to'g'ri aytibsan. Keyingi safar ehtiyot bo'l. O, ogohlantirganing uchun rahmat Verity, ozgincha kech bo'lsa ham. Bu temirni pishgunicha men tosh pollarni yasashni davom etaman. Va boshqa o'lgan qumlarimni pechga yasab, unda eritib shisha yasayman. Shundan so'ng uyimning derazasi bo'ladi. O'ylashimcha bu Verityga juda ham yoqadi. Juda chiroyli chiqmoqda, Murodjon. Rahmat Verity, meni birinchi marta ismim bilan chaqirding. Xo'sh, ajoyib, bizda yetarlicha temir bor. Ana endi bundan biz temirli aslahalar yasashni boshlaymiz. Va tayyor. Ajoyib, tayyor. Naqadar chiroyli ko'rinyapsan. Rahmat Verity, sen menga juda yoqasan. Yaxshi, bu bilan uyning hamma yeri mukammal bo'lar edi. Va mana uyning barcha oynalari o'rnatildi va tom ham shisha bo'lishini xohlayman. Shunda go'zal oqshomni ko'ra olaman. Ha, bu juda chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. O'ylashimcha bu yerga zinapoya qo'yaman. Yaxshi, endi tom yasashimiz mumkin. Ey Verity, ehtiyot bo'l. Deyarli seni bosib olayotgandim. Do'stim, shu yerda qol, men tom quraman. Ajoyib, uy qurib bo'ldi. Endi kech tushayotganini bilib, bu yerlarga mash'alalar qo'yib yoritib chiqaman. Verity, uy senga qanday tuyulmoqda? Senga yoqayaptimi? Verity, shu yerdamisan? Xo'p, nima bo'lganini bilmayman. Menimcha u buzilib qoldi. Ajoyib, bizda bug'doy bor. Ana endi bu bilan men non yasay olaman. Bu yerda qo'ylar bor ekan. Men uni go'sht sifatida va yotoqqa jun sifatida foydalanaman. Shuning uchun bor topgan narsamni bu yerga olib kelishga harakat qilaman. Qani ortimdan kelinglar, qo'ylar. Xo'p, biz yetib keldik. Ana endi bu yerdan qo'ylarni qamab qo'yishga joy qilsak ham bo'ladi. Va bu yerga yasash stolimni qo'yaman va bir nechta to'siqlar yasayman. Ha, o'ylashimcha yaxshi chiqadi. Ajoyib, tayyor. Ajoyib. Menga bir fikr keldi. Verityni olib kelay. Verity, aytchi, mana bu qo'yxonamning ichida qo'ylar nechta bor? 3 ta. Yo'q, yaxshilab qara. Bu yerda 4 ta qo'y bor. Mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. 4 ta qo'y bor. Xato qilding, Verity. Verity? Xo'p, yaxshi. O'ylashimcha u biroz xato qildi. U g'alati savollar beryapti. Yaxshi, uni joyiga olib borib qo'yaman. Verity, sen juda g'alati bo'lib qolibsan. Ana endi seni mana shu joyingga olib borib qo'yaman. Ana bo'ldi. Ana endi pishirilgan temirlardan qaychi yasashimiz kerak. Mana qaychini ham yasadik. Ajoyib, 4 ta qo'yimdan jun qirqib olib, ulardan to'shak yasasam bo'ladi. Nima? Bu yerda 4 ta qo'y bor edi-ku. Yo'q, doim, balki sanashda adashgandirman yoki shunchaki yo'qolib qolgandirlar. Ha, shunday bo'lishi ham mumkin. G'alati. Ana endi to'shagimni yasasam ham bo'ladi. Hop, mana tayyor. Ana endi uxlasak ham bo'ladi. Nima? Men uxlay olmayman. Verity yaqindami? To'g'ri, men Verityni crafting table ustiga qo'yib ketgan edim. Hozir esa yo'q. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Tashqariga qaraylikchi. O, Verity, bu yerda nima qilyapsan? Sening joying bu yerda. Sening joyingga olib borib qo'yaman. Ana endi uxlasam bo'ladi. Nega yana uxlay olmayapman? Nima? U bo'lyapti senga? Xayrli tong otdi. Xo'p, rahmat. Seni men bu yerda qoldirishim kerak. Men yolg'iz qolishim kerak.
O'ylashimcha, Verity oldindanoq yaxshi emas edi. Uni boshidanoq o'ldirib yuborishim kerak edi. Ha, bu ajoyib fikr deb o'ylardim. Bu juda g'alati bo'lib qoldi. Nimaligini bilmadim. Uni boshidan yo'q qilib yuborishim kerak edi. Nimadir bo'ldimi? Qani borib ko'raylikchi, nima bo'lgan ekan. Verity, nima bo'ldi? Salom Verity, nima bo'ldi? Yiqilib tushdingmi? Senga nima bo'ldi Verity? Men hamma gapingni eshitdim. Qanday qilib? O'ylashimcha, Verity biroz charchagan. Uni joyiga olib borib qo'yishim kerak, ozgina dam olishsin. Shuning uchun seni shu yerda qoldiraman, do'stim. Ikkimiz uchun ham eng yaxshisi shu bo'ladi. Ha, shu yerda qolasan. Mayli, yaxshi dam ol, Verity. Nima? Bu nima degan gap? Salom Verity, plyajdagi kuningni yaxshi o'tkazyapsan degan umiddaman. Salom, do'stim, salom. O'ylashimcha, men ozgina ovqat pishirib olishim kerak. Chunki menda yetarlicha go'sht bor. Xo'sh, Verity, ovqat pishishiga qarab turishing uchun seni shu yerda qoldiraman. Shunchaki u yoq bu yoqqa yuraman, men yolg'iz qolishim kerak. Sen ozgina shu yerda qolib ovqatga qarab tur, men hozir kelaman. Men ozgina yolg'iz qolishim kerak. Nima bo'ldi? Men eshitdim. Ovqatimga nima bo'ldi? Juda och qolgandim men. Xo'p, ye. Ovqatingni men yeb qo'ydim. Juda qornim och edi. Ha, Verity, ovqat senga yoqqan bo'lsa, mayli. Ha, mayli. Ana endi men aniq yolg'iz qolishim kerak. Xo'p, ish kuni uzoq davom etdi. Men uxlashni xohlayman. Lekin Minecraft yaxshi ishlamayotganga o'xshaydi. Bu allaqachon shu yerda. Nima? Bu allaqachon shu yerda. Nima haqida gapiryapsan? Bu allaqachon shu yerda. Nima haqida gapiryapsan? U allaqachon shu yerda. U allaqachon shu yerda. U allaqachon shu yerda. Senga nima bo'ldi, Verity? Vaqt tugayapti. Xo'p, Verity, bu hazillaring menga yoqmayapti. Ana endi tomimni boshqatdan qurishim kerak. Yaxshi, menda ozgina bo'lsa ham shisha bor. Mendan qanday qochib qutula olasan, Murodjon? Tinchlan, Verity, men hech qayerga ketmayman. Sen mening eng yaqin do'stimsan. Tomni ta'mirlash uchun men ketdim. Ana endi qum olib kelaman. Juda chiroyli. Rahmat Verity, senga yoqadi deb umid qilaman. Chunki biz abadiy do'stlarmiz. Men endi ketdim. Oyna uchun qum olib kelishim kerak. Meni tanishni xohlaysanmi? Seni allaqachon taniyman, Verity. Biz juda eng yaqin do'stlarmiz. Ha, albatta, Verity. Verity? Yo, Verity, bas qil. Bu kulgili emas. Verity. Senga nima bo'lyapti? Bas qil dedim. Verity, bu kulgili emas. Bu nima qilganing? Bu axir kulgili emas, juda qo'rqinchli edi-ku. Bu nima qilganing bo'ldi endi? Ikkinchi bu ishingni qilma. Meni qo'rqitib yubording. Men yuqoridaman. Nima? Bu nima degani? Yo'q. La'nati Murodjon. La'nati Murodjon. Men sening ortingdaman. Yo'q. Qoch, nima qilaman endi? Qayerga qochsam ekan? Bo'ldi. Qutuldim. La'nati. Juda qo'rqib ketdim. U yana kim bo'ldi? Verity, bu nima qilganing? Ikkinchi bu ishingni qayta qilma. Iltimos. Maylimi? Men juda qo'rqib ketdim. Ana endi ketdik, seni joyingga olib borib qo'yaman. Ha, Verity, biz abadiy do'stmiz. Lekin boya qilgan g'azillaring unchalik menga yoqmadi. Verity, menga aytchi, qayerda qishloq bor? Yuqoriga chiqishda davom et. Xo'p, mayli, yuqoriga chiqishda davom etaman. Qani ko'raylikchi. To'xtanglar, Verityni unutib qoldiribman. Verity.
O'ylashimcha o'sha narsadan oxiri qutuldim va mana tepada qishloq bor ekan. Ajoyib, oxirida u adashmadi. Bu nima? Nima bo'ldi ekan bu? Dahshat. Nima? Yo'q. Ma, Verity. Yo'q. Verity? Sen nima qilyapsan? Yo'q. Meni tinch qo'y, iltimos. Verity, biz abadiy do'stmiz deb qasamyod qilaman. Do'stim, iltimos, uyga ketaylik. Verity, Ha, biz abadiy do'stmiz. uyga ketdik do'stim, boshqa endi hech kimni qidirmayman. Senga faqat men kerakman. Ha, Verity, to'g'ri aytasan. Menga faqat sen keraksan. Ketdik uyimizga. Ana u yerda bo'ri bor ekan, buni o'zimizga o'rgatib olamiz. Ana endi bizning ikkita do'stimiz bor. Xo'p, Verity, seni mana bu kichik do'stim bilan tanishtiraman. Xo'sh, mana bu kichik bo'ri, bu ham mening do'stim, sening ham do'sting. Ana endi ketdik, buni uyga olib ketaman. Qani, ortimdan yur. Ey bo'rivoy, uyga xush kelibsan bo'rivoy. Biz endi abadiy do'stlar bo'lamiz. Ha, shunday deb o'ylayman. Shunday emasmi, Verity? Biz endi 3 kishi bo'ldik. Biz endi 3 kishi bo'lib yashaymiz. Shunday emasmi? Senga faqat men kerakman. Senga faqat men kerakman. Senga faqat men dema, ovozingni o'chir. Verity, senga nima bo'ldi? Aytchi menga. Kechir meni. Hammasi joyida. Verity, seni kechiraman, lekin buni qayta takrorlama. Xo'p. Qayerga boraman deb o'ylayapsan, Brodkin? Shunchaki temir olish uchun bormoqchi edim. Ha, ozgina temir olib kelish uchunmi? Ha, hozir qaytaman. Tezda qayt, temirni ol va tezda qayt, iltimos. Men o'zim qolib qo'rqaman bu yerda. Xo'p, mayli, hozir tezda borib tezda qaytaman. Bu yerda ochamiz. O'ylashimcha Verityni o'zim bilan olib ketganim yaxshimidi? Nima? Yo'q. Bu nima? Verity. Nima? Yo'q.